Assalomu alaykum. Leo Garden olma bog'i 28-aprel yosh giloslarimizni sug'orish ishlari davom etyapti. Va u giloslarimizga mana azotli suv tayyorlash ishlari bo'lyapti. Mana karbamitlarni kilolab o'lchab 1 tonnaga 15 kilo karbamid qo'shib dalani sug'orishga tayyorgarlik. Leo Garden yosh noklaridamiz Santa Maria noklari. Bularni mana shilankalarini ko'tarish ishlari bo'lyapti. Frezaga xalaqit bermaslik uchun yerdan ko'tarib birinchi simga boylash ishlari. Yosh noklarimizni liderini boylash, steklarini tozalash. Rahmat. Mana bu holatda boylab, tepalarini, liderlarini yakkalash, bachkalarni tozalash ishlari bo'lyapti. Yosh eng go'zali Erkalini noklaridamiz Horron Sweet bu iskana payvand bo'lgan. Shu holatda tozalanyapti, pastlari to'liq. Leo Garden shaftoli zorlarida oltin gugurt sepish ishlari davom etyapti. Oltin gugurtimiz bu hasharotlardan ildiz qismini dezinfeksiya qilish xususiyatiga ega ekan va hidi bilan tepa tomondagi mana barglarni shiradan, hasharotlardan dezinfeksiya qilish xususiyatiga ega, yerni sho'rlanishini pasaytirish, pashini pasaytirish xususiyatiga ega oltin gugurtni ko'p sabablari bor ekan bog'larga. Bularni sepish ishlari Leo Garden shaftoli zorlaridamiz. Shaftollarimiz payvand bo'lgan, o'sha payvand nuqtalarimiz mana ko'tarilish holatlari. Hozirda sepilgan oltin gugurtimiz fungisidlar tarkibiga kiradi dorilar bo'yicha. Dorilarimiz dala bo'ylab, bog' bo'ylab o'zi 4 etapga bo'linadi. Fungisid, gerbisid, mana o't o'ldiradigan gerbisid. Oltin gugurt fungisidga kiradi. Daraxtlarni himoya qilishga fungisid. Keyin intitsid, u daraxtdagi hasharotlarni, olma qurti va boshqa hasharotlarni qirish va himoya qilib zarar kunandalardan ularga intitsid dorimiz ularga ishlaydi. Leo Garden olma bog'ida 1 kunlik ish dasturi. Bog'larda mana sug'orish ishlari ham davom etyapti. Shilanka yetmagan ko'chatlarga mana shilankalarni ulab, yetkazib, o'tkazib daraxtlarni tekshirish, ratlarni, qator oralarini obxod ishlari bo'lyapti. Oziqlantirishdan 4-dorimiz ildizdan beriladigan karbamid, selitra, map dorilarimiz, bargidan beriladigan mikroelementlarimiz, rux, ziram. Ziram demas, ziram fungisidlarga kiradi, marganes, rux, mikroelementlari. Shilankalari ko'tarilgan mana yosh noklarimizni freza qilish ishlari bo'lyapti. Leo Garden olma bog'ida 1 kunlik qilinayotgan ishlarimizni mana yoritib beryapmiz. Qilingan mana joylarimiz. Va bolalar mana oldi tomondan shilankalar zararlanmaslikka ko'tarish ishlari. Leo Garden olma bog'i 28-aprel Santa Maria yosh noklarida frezalash ishlari.